Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Qaysizlar, yaxshimisizlar? Bugun hozir video oldim bitta. Kiprikimga qarang, e'tibor beringlar. Bunisida bor, bunisida yo'qdir. Mendan mana shu tushni kecha gapirganlar uchun ham o'zimda bor edi, hozirgina ochdim mana qog'ozchasi. Rostdan ham quruq ekan, mana. Chizsam chizilmaydi, ko'rdinglarmi? Yolg'ondan qora xira bo'ldi. Lekin kiprikimga turganini qaranglar. Bunda bor, bunisida yo'q. Ko'ryaptimi? Mana shu tush bilan qildim, suxoy tush ekan, lekin kiprikda zo'r turar ekan mana. Hozir ikkinchisiga surishimdan oldin sizlarga ko'rsatib mana. Mana shu tushdan ishlatdim. Qizlar, o'zi shunaqa suxoy bo'lar ekan, bemalol sotsanglar, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. O'zim ishlatib ko'rib, sizlarga chestnoy otziv beryapman qizlar. Hozir ko'zinglarning oldida ikkinchi kiprikimga ham suraman mana. Bittasi. Nima bunda yo'q. Birgalikda bunisiga ham suramiz mana. Mana anaqa qilib chiqqanda mana to'kilmaydi ham, uchida ham uzunchoq bo'lib chiqmaydi mana. Qaranglar, uchida uzunchoq bo'lib chiqmagani sizlarga ko'rsatishim uchun qilib qo'ying. Uchida uzunchoq bo'lib chiqmadi, ko'rdinglarmi? Endi mana qaranglar. So'g'ing tushimiz bu. Uchida anaqa uzunchoq bo'lib chiqadi. Bu suyuq tush mana. Manda mana bu narsa xalaqit berardi har doim, shuni bundoq qilib tozalab keyin qilaman, chunki bilasizlar ko'zim chuvstvительlik operatsiyadan keyin shunaqa bo'lib qolgan, har doim mana quruq qilib chetlariga birinchi labini artib keyin ishlataman. Ikkita anaqa shaqillatishim shart emas ekan, u shunaqa ekan. Mana boshida yaxshilab aralashtirib, shaqillatib keyin ishlatman. Ko'zimdagi farq shundoq bilinyapti, to'g'rimi? Bunisi qora, уже kiprigim tepasini ham pastini ham bo'yagan. Bunisida hech qayerini bo'yamaganman. Hozir bo'yaymiz birgalikda. Bemalol pastiga, ingichka, kichkina kipriklarni ham bo'yasangiz bo'ladi, qulay ekan bizga. Oga, hali ham fevralmi? Hali ham fevral. Qachon mart keladi? Mayda meni to'ygan kunim 1-may, to'g'rimi? Bitta ko'zim bir xil bo'ldi, ko'rdinglarmi? Hozir jo'laman, ikkita ko'zim ham mana shu yangi tushimiz bilan bo'yadim. Вообще zo'r, chiroyli turdi, menga rosa yoqdi. Aynan men xohlaganda tush ekan rostdan. Men bu salonni bo'yalmaslik uchun yaxshi ko'rardim. Ana endi buni almashtirdim. Gavronkaga. И yoniga qizlar mana bundan ishlatdim. Podvodka pechatli. Men podvodka chizishni bilmayman. Hozir mana bu yoqda faqat uchi bor, chunki pechat qilib men ishlatdim. Hozir videosini montaj qilib tashlab yuboraman. Video oldim. Bu tomoni bunaqa shotkali, shotkasining ichkaliga qaranglar. Mana. Вообще zo'r chizar ekan. Podvodka yaxshi ko'radiganlar ko'pchilik o'shaning uchun foydalansanglar bo'ladi. Men bu fiolet rangga buni men o'z qizimga olganman, chunki gimnastikaga borganda unaqa narsalar yopishtirardim, toshchalar. Ana endi men bilan bitta pechat qilaman bo'ldi. Bu serdichka mana, bitta ko'zimni serdichka qilib qo'ydim.